kishini qanday inson ekanligini bilib olishlik mumkin. Yonidagi odamlarning kimligiga qarab. Bir kishining qadr-qiymati nechta odam unga ergashayotganligi bilan emas, kimlar ergashayotganligi bilan belgilanadi. Masalan, Gitlerda ham mohtashgan. Qonxo'r 20-asrdagi eng ko'p qon to'kilishiga sabab bo'lgan shu Gitlerda ham orqasidan odamlar erchigan. Orqasidan odam erchsalar, demak bu odam yaxshi odam degani emas, kimlar erchayotganiga qarashlik kerak. Odamlarda narxi qanaqa bo'lib ketgan bilmayman. Futbolistlar diqqat qilib turinglar. Bitta falonchi futbolisti deydi, Facebook'da 71 millionta deyapti, podpisчиги bor deyapti. Nima degani bu? Men mana juvachkani yaxshi ko'raman desa 71 millionta odamga boradi, ulardan bittadan olib chaynaydi. O, falonchi futbolist u deydi. Qanaqa ota u uyida? Qanaqa farzand u? Qanday do'st? Rostgo'ymi? Xulqi yo'q. Muhimi futbolda yaxshi o'ynaydi. Ukalar futbol o'ynash yaxshi, lekin fanat bo'lishlik ahmoqlik. Futbol o'ynash yaxshi, jismonan sog'lom bo'lasan, tellaysan va hokazo. Lekin fanatik bo'lib olib, o'sha televizorda 2 soatlab, 3 soatlab futbol ko'rishlik ahmoqlik bo'ladi. Yaxshilab bilib olinglar. Odamlarda narxi shunaqa bir pasayib ketganmiki, o'sha bitta to'p darvozaga kirsa, qiyomatni qoyim bo'lganini ko'ravering. Baq shunaqa baqiradi. Endi gol qo'yib olsa yana qiyomatni ko'ring. Sevimli klubi gol qo'yib yubordi. Ko'zinglarni ochinglar, musulmon odam fanatik bo'lmaydi. Agar gol bo'lmay qolsa yana qiyomatni ko'ravering. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Odamlardan narxi pasayib ketyapti. Ukalar, narximiz pasayib ketyapti biza. Bitta to'pni shu darvozaga kirishiga ko'zimiz to'r. 2 soat o'tiramiz. Gol, gol. Yo bo'lmasa, yutkizib qo'ydik. Ertasi kun chiqib olib, somorda soatlab muhokama ketadi. To'g'rimi? Odamning qadri uni kimlar maqtayotganligi bilan o'lchanyapti. Odamning qadri unga kimlar ergashayotganligi bilan o'lchanyapti. Agar faqat odamlar ergashayotganligi bilan uni qadrli desangiz, futbolist orqasida milliardlagan muxlislari bor. Ammo biz kimdan ibrat olamiz? Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Alloh taolo aytadi, qiyomat kunida biz ular uchun hech qanday qadr qiymat bermasmiz.